Said Ahmad Jimjitlik romani 10-bo'lim. Tolibjonning qilayotgan ishlari ataylab O'zbekistondan kelib qiladigan ish emasdi. U qilayotgan notayin ishlarni o'sha yerdagi xodimlar qilaversa bo'ladigan ishlar edi. U konsul qayoqqa bor desa, o'sha yoqqa borib, umrini o'tkazib yurardi. Shu notayin ish bilan 18 yil umrini sovurdi. Bir farzand ko'rdi. Bola balog'atga yetdi. U o'g'lim begona yurtda, begona axloq, begona turmush tarziga berilib ketmasin deb o'g'lini O'zbekistonga olib keldi. Uyini kvartira haqqi to'lanmagan deb yuklarini bitta xonaga tiqishtirib, boshqa xonalarni begonalarga berib yuborishdi. Tolibjon o'g'lini bir vaqtlar o'zi o'qigan bilim yurtiga joylab, yotoq olib berdi. Endi Tolibjonni Toshkentning topshirig'i bilan Afrikaning Mozambik mamlakati ixtiyoriga yuborishdi. Oradan bir oy o'tib, bu yerda vabo boshlandi. Shu sababli bu yurtga paxta ekish ishlarini tashkil qilish uchun kelgan o'zbekistonlik mutaxassislarni zudlik bilan boshqa tomonga olib ketishdi. Tolibjonning xotini vaboga chalinib, karantinda qolib ketdi. U yerdagi bemorlar birin-ketin azoblarda to'lg'anib, o'la boshladilar. Tolibjonning xotini yolg'izgina bolasidan ko'ngil uzolmay jon taslim qildi. O'liklarni xuddi kuydirgiga uchragan mollar singari bir joyga uyib kuydirdilar. Atrofni maxsus dorilangan bosh-oyoq kiyim kiygan politsiyachilar o'rab olgan. Faqat diplomatlargagina bu voqeani kuzatishga ruxsat berilgan. Tolibjon xotinining alangada jizg'anak bo'lib kuyayotganini o'z ko'zi bilan ko'rib turdi. Bu Tolibjonning hayotida sira unutib bo'lmaydigan dahshatli voqea edi. Kuzatuvchilar ham bosh-oyoq niqob kiyganlar, ularning qandoq hayajonga tushayotganlarini niqob ichida bilib bo'lmasdi. Tolibjon juda ko'p qiyinchiliklarni ko'rgan, ming xil azoblarga duch kelgan bardoshli yigit edi. Ammo shu payt u ko'zlaridan duv-duv yosh to'kardi. Faryodini birov eshitmasdi. Ko'z yoshlarini hech kim ko'rmasdi. U xotinimning kulini beringlar, yurtimga oborib rasm-rusum bilan ko'may deb iltimos qiladi. Ammo kulni bermaydilar. Kulda juda uzoq vaqt saqlanadigan, davosi yo'q dardning mikrobi bor. Olib borsangiz, yurtingizga ham vabo tarqab ketadi deb berishmadi. Tolibjon Toshkentga kelganda o'g'liga onasining o'lganini bildirmadi. O'g'li o'ziga o'xshab kitobdan bosh ko'tarmaydigan, biron jumboqni yechmaguncha, tagiga yetmaguncha, bilib olmaguncha tinchimaydigan bola edi. U shu yerning o'zida urinib, arab, fors, ingliz, fransuz tillarini yaxshigina egallagan edi. Keyingi paytlarda u arab alifbosida husnixat mashq qilayotgandi. Tolibjon yolg'iz bolasidan ko'ngil uzolmay yurgan kezlarida undan xat oladi. U o'z ixtiyori bilan janglar qizib turgan olis Afg'onistonga tarjimon bo'lib ketayotganini yozgan edi. Bezgakka chalingan Tolibjon bolamning daragini bilib beringlar deb konsulga uchraydi. Elchixonaga telefon qiladi. Ular albatta surishtirib bilib beramiz deb va'da qilishadi. Oradan biron oy o'tib bolaning daragi chiqadi. Bolasi nobud bo'pti. Jasadi solingan tobutni qayoqqa yuborishni bilmay, oxiri uni o'sha yerning o'zida kuydirishganlarini xabar qilishgan edi. Begona yurtda bezgakka chalingan, isitmada kuyib yonayotgan Tolibjon bir o'zi mung'ayib qoldi. Vabo boshlanganda jayroni Afrikada emasdi. Litvaning Kaunas shahrida bo'layotgan bir oylik seminarga ketgan edi. Seminarning oxirgi kuni Moskvadan yetib kelgan Ittifoq Davlat xavfsizligi qo'mitasining raisi Ignatov seminar qatnashchilarining faoliyatlarini birma-bir tahlil qildi. Jayrona Afrikaning bir necha viloyatlarida vabo tarqalganini Ignatovdan eshitdi. Shu yerning o'zida
vaboga qarshi dori-darmonlar ichirishdi, ukol qilishdi, emlashdi. Jayrona qaytib kelganda Tolibjon to'shakka yotib qolgan, isitmada kuyib yonardi. Xotinidan, o'g'lidan judo bo'lgan Tolibjonning ahvoli og'ir edi. U o'z g'ami bilan o'lib bezgakka qarshi ehtiyot chorasini unutgan edi. Shefning boshiga musibat tushgan o'sha kezlarda Jayrona kuniga yeradi. Kechalari to uyqu elitguncha yonida qolardi. Ba'zan uning huvullab qolgan kimsasiz uyida yotib qolgan paytlar ham bo'lgan. Odam taftini odam ko'taradi deganlari naqadar zo'r gap ekanini Tolibjon ana o'shanda bilgandi. Jayrona ovqat tayyorlar, birga o'tirib tamadi qilishardi. Jayrona pazanda emasdi. Pishirgan ovqati goh sho'r, goh tuzsiz bo'lardi. Ovqat pishirishga uquvi yo'qligini uning o'zi ham bilardi. Taomni dasturxonga qo'yganda, albatta qorin to'ysa bo'ldi deb uquvsizligini qiziqchilik bilan bosib ketardi. Nihoyatda pazanda xotinining shirin-shirin ovqatlariga o'rgangan Tolibjon uchun u ovqatni yeyish ancha mushkul edi. Ammo 7 yot begona ayol vaqtini ayamay unga ovqat pishirib bersa, yemaslik noinsoflik bo'lardi. Tolibjon umrimda hech qachon bunaqa shirin ovqat yemagandim deb maqtab qo'yardi. Jayronaga hech kim Tolibjonni yolg'izlatib qo'yma deb tayinlab qo'ymagan. U odamgarchilik, qolaversa yurtdoshlik burchini o'tayotgan edi. Tolibjon isitmada o'rtanib yotibdi. Bezgak har xuruj qilganda avval qaltirab sovqatardi, keyin birdan harorati oshib ketadi. Terga botib, keyin boshi choyshab bo'lishlar, adyallar terdan shalabbo bo'lib ketadi. Jayrona uni yechintirib, badallarini artib, toza ko'ylak kiydirib qo'yardi. Hadeganda isitma qaytavermaydi. Doktorlarning dorilari, ukollari ham kor qilmasdi. Jayrona elchixona bog'bonining maslahati bilan bezgakka chalingan ko'p bemorlarni davolagan bir kampirni boshlab keldi. Kampir 80 yoshlarga borgan bo'lsa ham, hali tetik, qaddi raso xotin edi. Uni umrida necha martalab zaharli ilonlar, chayonlar chaqqan. Ilon, chayon chaqqan kishilarni tupugi bilan davolar ekan. Kampir Jayronaga mastava tayyorlashni buyurdi. Ustiga kibrit deb yozilgan gugurt qutichasida olib kelgan 2 ta qora qo'ng'izning bittasini olov kurakka qo'yib kuydirdi. Keyin uni maydalab murchga aralashtirdi-da, Tolibjonga bildirmay mastavaga soldi. Ishtahasi yo'qligidan ovqat yemay qo'ygan Tolibjonga zo'rlab ichirdi. Bo'ldi, ertalab otdek bo'lib ketasan, dedi kampir. Ammo kechasi isitmang 40 darajaga chiqadi. Qo'rqma, harorat birdan tushadi. Kampir ketdi. U aytgandek kechasi Tolibjon isitmada kuyib yondi. Alahsirab xotinini chaqirdi. Qayoqlarda yuribsan deb o'g'lini koyidi. Shundan keyin terga g'arq bo'lib uxlab qoldi. Ertalab ko'zini ochganda tanida bezgakdan asar qolmagandi, ammo quvvati yo'q edi. Jayrona uning yonidan jilmas, o'z jigaridek unga mehribonchiliklar qilardi. Kirini yuvadi, o'zini yuvintiradi. Uyini yig'ishtirib, ko'zi sal ilinishi bilan xalta ko'tarib bozorga yuguradi. Og'ziga yoqadigan narsalar topib kelib yediradi. Tolibjon darmonga kirib, o'ziga kela boshlaganda Jayronaga qandoq qilib minnatdorchilik bildirishini bilolmay qiynalardi. Bir kuni ikkovi balkonda choy ichib o'tirishganda Tolibjon dilidagi gapini aytdi. Jayrona, hech kim o'zga yurtda dardga chalinmasin ekan. O'z yurtingda og'risang, yurtingning havosi ham dori bo'ladi. Ammo musofirlikda juda g'arib bo'lib qolarkansan. Yaxshiyam siz bor ekansiz. Ming rahmat. Bo'lmasam kim biladi nima bo'lardim. Hech qachon yaxshiligingizni unutmayman. O'lmasam sizga bu yaxshiligingizni 10 chandon ortiq qilib qaytaraman. Jayrona kuldi. Bu yaxshilikni sizga
Qarzga berayotganim yo'q axir. Odammiz-ku. Nahotki picha yaxshilikka ham minnat qilsak, shu tuzalib ketganingiz qilgan yaxshiligingiz dedi. Bir gap aytsam xafa bo'lmaysizmi? Tolibjon mayli ayting dedi. Tolibjon aka, siz kurashga yaramaydigan, irodasi bo'sh odam ekansiz. Siz Lev Tolstoy nazariyasiga amal qiladigan kishilardansiz. Bilasizmi, Tolstoy zulmga qarshi bosh ko'tarma degan aqidani oldinga suradi. Men sizga qoyil emasman. Siz nima qilyapsiz-ey? Jayrona hafsalasi pir bo'lib qo'l siltab qo'ydi. Yer yorilmadi-yu, Tolibjon yerga kirib ketmadi. Bir hisobda uning gaplari chin edi. Tolibjon taqdirga tan berib yashayotganini sezmasdi. Shu topda sezdi. Buni unga Jayrona aytdi. Bu yerga kelib nima ish qilyapsiz? Hozirgi qilayotgan ishingizni shu yerdagilar ham bemalol qila olishadi. Bir mamlakatdan ikkinchi mamlakatga kelib qiladigan ish emas bu. Sizni mutaxassis sifatida yuborishgan emas, quvg'in qilishgan. To'g'rimi? Tolibjon bosh irg'ab uning gapini tasdiqladi. Ana, buni o'zingiz ham bilasiz. Nega indamaysiz? Nega bosh ko'tarib haqligingizni isbot qila olmaysiz? Nega Moskvaga yozmaysiz? Nega politbyuroga xat yubormaysiz? Tolibjon bir xo'rsinib oldi. Kimlar bilan olishganimni bilmaysiz-da, singlim. Bu ishga Brejnevning kuyovi aralashgan. Endi bu chigal ishni uzoqdan turib yechib bo'lmaydi. Jayrona qo'ying-e, deya o'rnidan turib ketdi. Bemor odamning dilini og'ritib qo'ydim deya yana qaytib kelib joyiga o'tirdi. Mendan xafa bo'lmang. Bir qizishib ketdim-da. Tolibjon boshini ko'tarmay javob qildi. Ammo rost gapni aytdingiz. Jayrona qat'iy gap qildi. Uylaning, Tolibjon aka, o'zingizga o'xshagan, irodasiz, bo'shashgan ayolga emas, olov bo'lib yonadigan, yiqilsa yer titraydigan, tishli, tirnoqli ayolga uylaning. Bo'lmasam, davr shamollari sizni xazondek shopirib o'ynaydi. Oyoq osti bo'lib ketasiz. Men aytganini qiling. Yurganda tovonidan o't chaqnaydigan xotin oling. Tolibjonning ko'nglidan yalt etib bir gap o'tdi. U aytayotgan ayol o'zi emasmikan? Ko'ngliga kelgan gapdan o'zini koyidi. Meni boshiga uradimi? Bu to'g'rida oralarida boshqa gap aylanmadi. Jayrona unga dori ichirib, alla-pallagacha boshida o'tirdi. Ko'zlari biram chiroyli, xuddi Jayron ko'zlariga o'xshaydi. Engashib, qo'ltig'idan gradusnikni olayotganda sochlari osilib, Tolibjonning yuzidan sirpanib o'tadi. Undan allaqanday bahor hidi anqib ketadi. Shunda Tolibjon o'zini o'zi boshqara olmay qoladi. Asta qo'llaridan ushlaydi, barmoqlarini silaydi. Jayrona qo'lini tortib olmaydi, qo'yib beradi. Tolibjon birdan o'ziga keladi, qo'lini oladi. Meni kechiring deydi-yu, ko'ziga qarolmay yuzini o'giradi. Tolibjon tamoman tuzalib ketolmaydi. Asabiylik dardiga mubtalo bo'ladi. Sal narsaga qizishib ketadigan, birov bilan gaplashganda siltab tashlaydigan bo'lib qoladi. Buni Jayrona biladi. Darbadarlik, xotinining o'limi, jabr qilgan odamga qarshi bosh ko'tarolmasligi uni shu kuyga solgan. Elchixonadagilar maslahatlashib uni vatanga qaytarib yuborishga qaror qilishadi. Jayrona aeroportgacha kuzatib chiqadi. Shunda Tolibjon o'ziga benihoyat ko'p va samimiy mehribonchilik qilgan bu qizga dil-dildan minnatdorchilik bildiradi. Jayrona, keling, akalarcha peshonangizdan bir o'pib xayrlashay. Jayrona peshonasini emas, yuzini tutadi. Nozik qo'llarini uning bo'yniga chirmab, labini labiga bosadi. Men borgunimcha uylanib qo'ymang, deb yarim hazil, yarim chin bir gap qiladi. Tolibjon to samolyotda Toshkentga kelguncha bu gapning mag'zini chaqishga urinadi. Ko'nglida unga nisbatan qaynoq bir his uyg'onganini sezadi. Keyingi oylarda Jayrona hatto tushlariga ham kirar, unutdingizmi deb ta'nalar qilardi. U Toshkentga kelganda ham Jayronani unutolmadi. Bugun
vahshiy tog'lar orasida u bilan yana yuzma-yuz keldi. Hech o'ylamagan, kutmagan bir paytda oldidan chiqdi. Erga tegdimikan, yo so'qqabosh bo'lib yuribdimi? Tolibjonning ko'nglida uxlagan xotiralar uyg'onib ketdi-yu, oromini yo'qotadi.